Biz aslida ko'p narsani orzu qilib boramiz hayotimizda. Katta narsalarni nimaga bo'lmayapti menda? Nega falonchida bo'lyapti menda emas deymiz. Yo hayotdan doim xomush tabassum qilishni bilmaymiz, xafagarchilikda yashaymiz yoki doimiy yig'lab, doimiy nimanidir o'ylab yashaymizda. Elementar narsalarda hozir taomim bor, yeyotgan ovqatim bor, menda elementar yashayotgan hududim bor, farzandlarim bor. Bor bo'lsa yana yaxshi, yo'q bo'lsa ham yomon emas degan ma'noda-da, yoki meni sevadigan insonlarim bor, men kim uchundir kerakman degan holat bo'lmaydi-da, inson moddiyatga intilaveradi. Yo'q, menga mashina kerak. Mani Sparkim bor, no men BYD xohlayapman. Nima uchun pismadonchida BYD bor, menda yo'q. Yoki nega falonchi mana bunaqa zo'r yashaydi, men emas. Va o'tirib shuni ustida azob chekishni boshlaydi ayollar. Va bunaqa ayollar ko'p. Men aynan shuning uchun aytayapman, magnit ayol bo'lish uchun bizda avvalambor